Maydon holati juda ham achinarli holat. Bu poliyani o'ylamasa bo'lmaydi. Bu poliyada futbol o'ynab bo'lmaydi. Derbi nomiga yarasha chiroyli o'yin bo'ldi. Shu udaleniyadan keyin уже bizga ko'proq imkoniyat bo'ldi. O'z imkoniyatlarimizni golga aylantirib, g'alaba qozondik. Murabbiy bizga o'sha zonada o'ynaysan dedi, ishonch bildirdi. Qo'ldan kelgancha chiqib o'ynadik. Ikkinchi davradan ko'nglimiz to'ldi. Endi yo'qotilgan ochkolarimiz bo'ldi. Nasibamiz shu ekan. Endi ikkinchi guruh shu yo'qotilgan ochkolarni o'zimiz imkon bermasak qolganlarga o'zimiz ochkolar ishlasak, hech kim bizga yeta olmaydi. Xudo xolasa chempion bo'lamiz. Xudo xolasa travmalar bo'lmay tursa, shu jarohatlangan o'yinchilarimiz tezroq safimizga qaytsa, bizda muammo bo'lmaydi. Mana jarohatlar qiynamasa hammasi joyida bo'ladi inshaalloh. Bizning muxlislarimiz top. Hozirgi paytda top darajada. 12-o'yinchi bo'lib o'ynayapti biz bilan. 7 sal bugun issiq bo'ldi, lekin Andijonda issiq bo'ldi hozir. Maydonda qancha deyapti? Bilindi, birinchi taym bilindi, ikkinchi taym normal.